Mana bugun gün tugadi. Men hammaga o'xshab bugun erta bordim. Kunim juda ham напряженный o'tdi. Kundagi olingan miyada ishlaydigan, ayniqsa miya bilan ishlaydigan, aql bilan ishlaydigan insonlarni kunlik razgruskasi mana shu nima bilan jismoniy mashq bilan yo'qoladi. Odam mana shu 1 soat, 1,5 soat yurib kelsa, kunduz olgan aqliy mehnatdagi zo'riqish yo'qoladi va ertalab oson turishga sabab bo'ladi. Men buni o'zimda sinab ko'rdim. Sizlar ham kim ertalab turolmayotgan bo'lsa, o'shani qilinglar. Kechqurungina qilishdan boshlaylar. Kamroq ovqat yeb, kelgandan keyin salat, palatlar, mevalar, boshqa narsalar bilan kifoyalandim. O'shani qilsanglardan yursanglar, bunaqa havoda odam maza qiladi. Ertalab erta uyg'onasizlar. Kayfiyat ham yaxshi bo'ladi. Hammalaringizni xayrli tun tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Platformada ko'rishguncha xayr.